Jeffersonning Qur'oni. Denis Spilberg. Jeffersonning islom dini to'g'risidagi tushunchasi Amerika uchun nimishqa bugunmi shuncha muhim? Amerikaning yangi davlat majlisi Kongressga tunji qitim 2 nafar muslima, ya'ni musulmon ayol a'zo qo'shildi. Ularning biri Michigan shtatidagi Rashida Nilayib bo'lib, u vazifasini boshlaganda Amerikaning davlat atalaridan biri bo'lgan Thomas Jeffersonning kutubxonasidagi Qur'onning tarjimasini tutib turib qasam qilishni o'ylashgan. U CNN'ga buning islomning uzundan beri Amerika tarixining bir qismi ekanligini ko'rsatganligini aytdi. Men Thomas Jeffersonning Qur'oni, İslam va qurg'uvchilar degan kitobimda bu haqdagi ko'p qism kishilarga maxfiy qolgan tarix to'g'risida to'xtalmoqchiman. İslam o'z navbatida Amerikaning dinidir. Musulmonlar eng dastlabda Shimoliy Amerikaga 17-asrning boshlarida yetib kelgan. Bu ayni chaqda Britaniyaning mustamlikasi bo'lgan Amerikaga G'arbiy Afrikadan qul qilib akilinganlarning 15%dan 30%gacha qismini egallaydi. O'rta Sharqdagi musulmonlar 19-asrning oxirlarida andin Amerikaga erkin fuqaro sifatida ko'chman bo'lib kelishga boshlagan. Amerikaning davlat atalari bo'libmi Thomas Jefferson diniy e'tiqod va dinga e'tiqod qilguvchilarga bo'lgan cho'nqur qiziqishni ifodalagan. Jefferson 22 yoshida, ya'ni Mustaqillik xitobnomasini tuzishdan 11 yil ilgari Williamsburgda qonun kasbida o'qiyotgan chog'ida Qur'ondan birini setib olgan. Bu Amerika bilan islom dunyosi orasidagi uzoq mezgillik tarixiy munosabatning simvolidir. Jefferson Qur'onning o'ziga qanday ta'sir qilganligi to'g'risida hech qanday xotira qoldirmagan. Hatto u ilgari Virginia shtatida siyosiy munozara davomida islom dinini katolik diniga o'xshashla kishilarning erkin izlanish ruhini bo'g'idi deb tanqidlagan. U yuqorqi ikkala dinni o'zining din bilan hokimiyat ayirib etilgan jumhuriyat tasavvurining aksicha din bilan hokimiyatni birlashtirayotgan deb qaragan. Ammo shuning bilan bir vaqtda Jefferson islom diniga e'tiqod qilguvchilar, musulmonlarning huquqini qo'llagan. Aloqador materiallar uning 1776-yilidan boshlabla bu yangi davlat Amerikadagi musulmonlar to'g'riliq o'ylanishga boshlaganligini dalillaydi. U mustaqillik xitobnomasini qalamga ilib bir qancha oydan keyin bu yangi davlatning diniy ishlar qonunining loyihasini tuzish uchun Virginia shtatiga qaytgan va shu jarayondagi xotirasiga ingliz faylasufi John Locke'ning 1689-yilidagi keng qursaqlik haqida bir parcha xat degan yozmasi haqida mayli dinsizlar, mayli musulmonlar yoki yahudilar diniy e'tiqodi sababli jumhuriyatning fuqarolik huquqidan mahrum qilinmasligi kerak deb yozgan. Bu xil ko'z qarash u tuzgan Virginia diniy erkinlik qonun loyihasida texmo kuchlik ifodalangan bo'lib, mazkur qonunda bizning fuqarolik huquqimiz diniy ko'z qarashlarimizga bog'liq emas deyilgan. 1777-yili tuzilgan mazkur loyiha 1786-yili rasmiy qonunga aylangan. Jeffersonning ko'p taraflamalik diniy ko'z qarashi. Jefferson dаңliq Virginia qonunini tuzganda musulmonlarni o'ylashganmi? Biz uning 1821-yildagi tarjima holidan buni dalillaydigan uchurlarni topa olamiz. U mazkur tarjima holda o'zining Virginia qonuniy loyihasining kirish so'ziga xristianlikni bildiradigan İsa Xristos degan iborani qo'shishni o'ylab, keyin yaltiyib qolganligini yozadi. Ana shu yaltiyib qilish uning bu qonunni xristian, musulmon va hokazo hammaga barobar tatbiqlashni o'ylaganligini ko'rsatadi. Jefferson bu orqali Amerikada diniy erkinlik va siyosiy barobarlikning xristianlarga xos emasligini bildirgan va o'zining tarjima holida bu qonunning dastlabida Yahudi, g'ayri Yahudi, xristian, musulmon, hindi va boshqa har qanday diniy firqaning a'zolarining diniy e'tiqod erkinligini qo'g'dashni maqsad qilganligini qayd qilgan. Jefferson ana shu shaklda 18-asrdala musulmonlarni Amerikaning kelgusi fuqarolari sifatida ko'rib, o'zi tuzgan qonunning har qanday dinning har bir a'zosini o'z ichiga olganligini bildirgan.
Amerikani diniy jihatda ko'p taraflamali xarakterga ega davlat qilib qurib chiqish ideyasi Jeffersonning Shimoliy Afrikadagi islomiy davlatlar bilan bo'lgan diplomatik munosabatlardimi namoyon bo'lgan. Prezident Jefferson 1805-yili Tunisdan kelgan tunji musulmon elchini kutib olgan. U dal Ramzan iyi bo'lg'ashqa, prezident hukumat ziyofatining vaqtini soat 3:30 dan dal kun o'ltirgan vaqt iftor vaqtiga kechiktirgan. Bu Tunis bosh elchisining diniy e'tiqodiga hurmat qilganlik edi. Musulmonlar Amerikadagi diniy e'tiqod qilguvchilarning fuqarolik huquqidan qanchalik bahramand bo'layotganligini o'lchaydigan mezon tishi bo'lib kelmoqda. Musulmonlar hozir Amerikaning vatandoshi va davlat majlisi kongress a'zosiga aylandi. Ularning qonuniy huquqi Amerikaning eng qo'lliq g'oyalaridan biri. Ya'ni hammaga o'rtaq diniy erkinlikni namoyon qilmoqda. İngilizceden Enver Qarqurum tərcümə qılğan.